Pultli detskiy mashinalar uchun mana shunga o'xshagan akkumulyatorlarni yasab O'zbekiston turli joylariga jo'natyapmiz. Bu akkumulyator bilan komplektda zaryadniki bo'ladi. Ko'pincha shu rasmdagi mashinalar hammani uyida bor, farzandlariga sotib olgan, lekin zaryad uzoqqa yetmaydi, keyin uncha uzoq xizmat qilmaydi. Aslida mana shunga o'xshagan akkumulyatorlar bo'ladi ichida. Eniga jicha kattaroq bo'ladi, u amperi kattaroq. 1 oy yoki 2 oy zaryad qilmasangiz o'tirib qoladi, bu ishdan chiqadi akkumulyator. Hozir bozorda yaxshi akkumulyatorlar 200 ming atrofida turadi, lekin bundan 2 baravar qimmatga tushadi, lekin ancha uzoqqa yetadi ham uzoq yil xizmat qiladi. Bu narsani o'zingiz sotib olib, bemalol ulab olaverasiz. Ko'k kabeli minus, qizil kabeli plus. Mashinaning ichida turgan kabelini uzasizda, mana shunga ulab qo'yasiz, bo'ldi. Har doim o'sha zaryadga oladigan joyiga suqib, mana shu zaryadnikni suqib ishlataverasiz. Bu 12 volt, ichida 8000 milliamperga yaqin quvvati bor. Xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Bu sinovdan o'tgan, ko'pchilik odamlarga yasab jo'natganman, hozirgacha xizmat qilyapti. Ko'rishlaring mumkin, shu mashina ichiga akkumulyator yasab olib kelganman. Hozir ulab sizlarga ko'rsataman. Bir 90% sidinasini tagida joylashgan bo'ladi akkumulyatori. Mana bu joyga yaltirab turgan o'rtasida samarez qatirilgan bo'ladi. Mana bunga o'xshagan отверткada bo'shatib turib, ko'tarsalaring ochiladi. Buni ham boltini bo'shatsalaring akkumulyatori chiqadi. Akkumulyatori ko'rishlaring mumkin, simi qizil kelayotgan simi bu plusi, bu qora kelayotgani bu minusi. Akkumulyatordan uzasizlar. Akkumulyatorga ulangan shtekерni 11 bilan kesib tashladikda, ozgina simini chiqarib yubordik. Ko'rib turibsizlar, bu plusi, mana bu minusi. Bu oq akkumulyatordan chiqqanda ham kabelini ozgina chiqarib oldik. Endi bularni bir-biriga ulanadi. Mana simni ulayapmiz. Ulanish tartibi mana shunday qilib ulab olasizlar. Qiziliga ulandi, ya'ni plus ulandi, izolentalandi, chukilib, ko'ki qoraga ulandi, ya'ni bu minusga ulandi, izolentalandi. Mana endi yoqib ko'ramiz. Hozir yonishi mana bu joyda yonadi. Va endi akkumulyatorni mana shu akkumulyatorning o'rniga joylashtirib qo'yamiz, bo'ldi. Simlarni bir-biriga xalaqit bermaydigan qilib joylashtirib qo'ysak bo'ldi. Va sidinasini joyiga qo'yib, shu bo'shatgan samarezlarini qatirib qo'yasizlar, bo'ldi. Endi bolajonlar mazza qilib sayr qilaverasizlar, zaryad tugab qolmaydi.